Ko'pchilik ota-onalar farzandlarini arab tili o'qishini hamda odob-axloqli bo'lishini istashadi. Lekin ba'zi amallarni bajarib, bunga o'zlari to'siq bo'lib qolayotganlarini bilishmaydi. Ismim Yunusova Nigora, 12 yildan beri defektolog, logoped, pedagog sohasida ish olib boraman. 8 yildan beri arab tili o'qituvchisiman. Hozirda 4-7 yoshdagi jajji o'quvchilarga, undan katta bolalarga hamda ayollar guruhlariga Mudarris akademiyasida arab tilidan dars beraman. O'zimni 8 yillik ish faoliyatimda bolalarni ilm olishlariga ota-onalarni qo'yayotgan xatolarini ko'p guvohi bo'lganman. Bugun sizlarga shu xatolardan top 5 tasini sanab o'taman. Bu videoni oxirigacha ko'ring, chunki siz bu xatolardan bittasini hozir ham takrorlayotgan bo'lishingiz mumkin. Birinchi xato muhit yo'qligi. Bunda siz farzandingizni o'quv kursiga berasiz, lekin o'quv kursiga borgandan keyin pulini to'lab qo'ydim va albatta u yerdagi ustozlar boshiga, miyasiga ochib solib qo'yishadi deb o'ylaysiz. Lekin aslida bunday bo'lmaydi. Farzandingizga muhitni, uydagi oilaviy muhitni ham ta'minlab berishingiz kerak bo'ladi. Bu qanday bo'ladi deydigan bo'lsak, ingliz tili kursiga berasizmi, rus tili kursiga berasizmi, arab tili kursiga berasizmi? Mana shu tilga bo'lgan hurmatni oshirib qo'yishingiz kerak bo'ladi va farzandingiz bilan iloji boricha shu haqida ko'proq suhbat o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Demak, farzandingiz markazga keldi, o'quv markaziga keldi va u yerda boshqa standart, boshqa muhit bo'ladi. Ya'ni arab alifbosi yoki ingliz alifbosi yoki rus alifbolari bo'ladi, turgan bo'ladi. Shunga mos bo'lgan har xil so'zlarni o'qiydi va darsni oladi. Bu bilan farzandingiz boshqa bolaga aylanadi hamda uyga qaytib borganda esa uyda faqatgina ota-onani niqtashi, darsingni qildingmi degan savollari bo'ladi. U yerda hech qanaqa arab tiliga yoki ingliz tili, rus tiliga mos bo'lgan muhit bo'lmaydi. Ya'ni, misol uchun sharoit bo'lmaydi. U yerda faqatgina buyruq asosida bo'lib qolganligi uchun uyda umuman boshqa bola, markazda esa boshqa bola bo'ladi. U farzandingiz o'qituvchi dars berganda zo'r qabul qiladi, hamma narsani tushunadi, savol bersa o'sha yerda javob ham beradi. Lekin uyga borgandan keyin, qaytib markazga kelgandan keyin endi u narsalar umuman xayoldan ko'tarilib ketadi. Nima uchun deydigan bo'lsak, u yerda aura deymizmi? Aura umuman boshqacha bo'ladi. Faqatgina talab bo'ladi ota-ona tomonidan birgalashib, bugun nimani o'rganding, keyin birgalashib qilamiz, keyin nima kerak senga, shularni olib beraman degan takliflar bo'lmaydi. Ko'pchilik ota-onalarimizda shularni kuzatamiz. Hattoki farzandlarini berib qo'yishgan tillarni o'rganishga o'zlari bu haqida umuman tushunchaga ham ega bo'lishmaydi va bu narsa ham juda ham katta minusga ishlaydi. Ikkinchisi, qisqa kadrli multfilm yoki shorts, reelslar ham kiradi bunga. Misol uchun, farzandingiz mana shunday qisqa videolarni ko'rishyapti. O'zimiz ham, hatto kattalar ham hozirgi zamonda YouTube, Instagram hamda Telegram, TikToklarni qanaqa bog'lanib qolayotgan bo'lsak, farzandlarimiz ham xuddi shunaqa bog'lanib qolishyapti. Vaholanki, ular xuddi oq qog'oz kabi nima yozsangiz shu narsani olishadi. Yana boshqacha qilib aytganda, gubka deymiz. Gubka hozir yaxshilikka ishlamayapti desak ham bo'ladi. Chunki bular xotirasi mana shunday qisqa videolar bilan, qisqa kadrlar bilan to'lib qolayotganligi uchun ular bir joyda o'tirib darslarni o'zlashtira olishmayapti. Hozirda ahamiyat bergan bo'lsangiz, farzandimiz juda ham fokusini qaratishi, bir joyda o'tirishi umuman qiyin bo'lib qolgan. Darslarni qildirsangiz ham stulida qimirlab o'tirishadi, turib ketaverishadi, yurib ketaverishadi. Olib kelib bitta joyga o'tkazishimiz juda ham qiyin bo'lyapti. Mana shu video roliklar bunga sabab bo'lib qolyapti. Uchinchisi, gadjetlar. Bundan oldingi bo'lgan xatoyimizga ham qo'shib ulab ketsak bo'ladi. Albatta, gadjetlarimiz juda ham katta muammoga aylanib qoldi. To'g'ri, albatta bularni to'g'ri ishlatishimiz mumkin edi, lekin hamma bola ham yosh bo'lganligi uchun, ularda hali tushuncha paydo bo'lmaganligi uchun to'g'ri ishlatishni bilishmayapti. Agar o'zingizlar ham sezayotgan bo'lsanglar, misol uchun farzandimizga telefonlarni beramiz, planshet va boshqa narsalarni beramiz, bir necha soat o'tirishadi, soatlar uchib o'tib ketyapti.
hamda olib qo'yganimizdan keyin bo'ldi, darsingni qiladigan payting bo'ldi deb qo'lidan olganimizdan keyin bolalarda jizzakilik paydo bo'lyapti. Hattoki darslarni topshira olmasa ham jizzakilikkacha olib kelyapti va bundan ko'rib turishimiz mumkinki, gadjetlar judayam asab tizimlariga ham zarar qilib qo'yyapti. Gadjetlarni o'ynashi orqali bolalar kechqurunlari uyqusizlikka ham duchor bo'lishyapti yoki bezovta uxlashyapti. Bu bilan ko'rib chiqadigan bo'lsak, uyqusizlik tabiiyki miyaga ham ta'sir qiladi va umuman darslarni qabul qilishiga to'sqinlik qilib boraveradi. Borgan sari bolalarimiz mana shu tariqa qisqa ma'lumotlarni eslab qolishiga va uzunlarini keyin davomiy bo'lishiga zarar yetkazib qo'yamiz. Aynan shu gadjetlar bilan birga katta bo'lgan 3 yashar bolani o'zimga olib kelishganda, tasavvur qilyapsizmi? Uni ona tilisi chiqmagan. Ona tilisi chiqmagan bolani bizaga arab tilini o'rgatish uchun olib kelishyapti bolalarni. Nima degan gap? Bu mavzu juda ham chuqur mavzu bo'lganligi uchun bu mavzu haqida alohida video ishlab chiqmoqchimiz. O'sha videoni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. 4-si va eng asosiysi e'tiborsizlik. Ota-onalardan iltimos qilardik, farzandingizni olib kelib qo'ydingizmi, markazga qaytib borgandan keyin bolalar bilan darslarni ko'proq takrorlating. O'zingiz ustingizda ishlang, farzandingiz ustida ishlashingizni iltimos qilardik va talab ham qilardik. Misol uchun bitta o'quvchi keldi va yangi guruh edi, otalari keldilar. Otalari men bilan suhbat quryaptilar-da. Nimani o'rgatasizlar? Faqat sizlar bo'yatasizlar va biz o'rgatishimiz kerakmi deyaptilar. Yo'q, qanaqa qilib? O'zingiz markazga yoki bu bilim olmoqchi bo'lsangiz, bilim maskaniga kelsangiz, o'qituvchi tushuntirgan narsani uyga borib, misol uchun takror qilmasangiz esingizda qoladimi? Bu yerda qanaqa zo'r tushungan bo'lsangiz ham uyga borganingizdan keyin hammasi esingizdan chiqib ketadi takrorlamasangiz. Mana shu takror eng asosiysi bo'ladi. Uyda bola kichkina bo'lgandan keyin kim u bilan takrorlatadi? O'qituvchilar borib takrorlatmaydi. O'qituvchilar bu yerda vazifasini bajaradi, ya'ni bolalarga bilim beradi, tushuntirib beradi. Miyasiga o'sha ota-onalar tushunchasi bo'yicha miyasiga solib qo'yadi, lekin u narsani asrab-avaylab qolish uchun nima qilish kerak? Ota-onasida sutkalab ota-onasi bilan birga bo'lgandan keyin ular bu narsani takror o'qitib turib, bolasini miyasida mustahkamlash kerak o'sha narsani. Lekin bu narsani ota-onalar tushunishmayapti. To'g'ri, albatta, sizlar haqsizlar, mijoz har doim haq degan hozir qoidaga rioya qilyapsizlar. To'g'ri, haqsizlar, lekin farzand sizlarniki. Farzandinglar sizlarniki bo'lgandan keyin faqat pul to'lab qo'ydim, o'sha yerga berib qo'ydim, qolganini o'qisin, qolganini o'qituvchi qilsin, tarbiyani o'qituvchisi bersin emas. Albatta, tarbiyani ham mustahkamlashi ham ota-onalar beradi va uni endi o'qituvchi qabul qilib oladi. Agar to'g'ri, yaxshi mustahkamlab kelgan bo'lsa, bolada keyingi etapga o'tish jarayoni ko'zi yetsa o'qituvchini, keyingi darsga o'tadi. Lekin guruhli holatda shunday holatlar ham bo'ladiki, ba'zi ota-onalar umuman shug'ullanmaydi farzandi bilan, kirishadi, ishlashar balkim, to'g'ri, boshqa qilishadi. Kelgandan keyin u xonasiga kirib ketadi, bu xonasiga kirib ketadi. Ota ham, ona ham o'zini telefoni bilan bo'ladi, gadjeti bilan bo'ladi. Lekin farzand nima qilsin? Bor darsingni qil deyshadi. Bola kichkina bo'lgandan keyin qatdan darsini qila oladi. U ham axir bola o'ynagisi keladi. Ota-onasi qilmayotgan ishni u ham qilgisi kelmaydi. Ota-onasi kitob o'qisin, bola ham kitob o'qiydi. Ota-onasi telefon o'ynab yotib darsingni qil degandan keyin nima qilsin? Bola ham borib, ha, ko'rishmayapti, menga qarashmayapti-yu deb telefon oladi. Telefon o'ynaydi yoki juda bo'lmaganda televizor ko'radi. Natijada bolalarda orqaga ketish juda ham kuchli bo'lyapti. Shu narsalarni ko'rib, o'zingizlarning ustingizda ishlashinglarni tavsiya etaman. 5-si esa motivatsiya. Ota-onalar bolalarga juda ham noto'g'ri motivatsiya berib qo'yishyapti. Nimaga deydigan bo'lsak, misol uchun, albatta hozirgi bolalar aytganimdek qisqa videolar, qisqa roliklar ko'rgan holda diqqatlarini jamlashlari hamda asab tizimlari noziklashib borganligi sababli bolalarni biron narsaga qiziqtiribgina o'qitish mumkin bo'lib qoldi. Shunaqa zamonga ham yetib keldik va ota-onalar kichkinagina yutug'i uchun farzandini katta va'da berib qo'yishyapti. Va'da berib qo'yishyaptiki, endi u narsaga bola erishgandan keyin juda ham oson erishganligi uchun keyingi narsaga, keyingi o'qish jarayoniga ularda motivatsiya o'lib qolyapti. Aytadigan bo'lsak, bolalarimizga maqsad qo'yishni o'rgatganimiz yaxshiroq motivatsiya bergandan ko'ra deb o'ylayman. Chunki maqsad qo'yib, maqsadga yurish yo'lida juda ham odamlab harakat qilinadi-da. Motivatsiya bersangiz, motivatsiya yarim yo'lda уже bitta narsaga erishilgandan keyin tushib ketib qoladi. Chunki undan keyingisiga undan katta narsa aytasiz, undan katta narsa aytasiz, undan katta narsa aytasiz, undan kattasi bo'lmaydi уже. Kichkina yutug'i uchun katta narsa berish shart emas. Kichkina narsadan boshlab, sekin-sekin kattaga olib chiqishni tavsiya qilardim.
Chunki yana bir o'zimda bo'lgan holat, ota-ona farzandini ingliz tiliga bergan, kelajakda arab tiliga ham bermoqchi bo'lishgan. Lekin bola katta emas, 11-12 yashar bola, o'smir yoshdagi bolamiz va ingliz tilini tashlab ketgan, farzandligi telefonga mukkasidan ketgan. Telefonni shunaqangi o'ynagandan ko'zlari shishib ketgan va ona kelyapti, bizdan iltimos qilyaptilar, arab tilini o'rgatib bering, odobga ham ozgina solib bering deyaptilar. Endi savol tug'iladi. Qanaqa qilib ota-ona bera olmagan odobni ustozi berishi mumkin? Albatta, ko'pchilik bolalar uchun, o'zimiz uchun ham o'zimizni yaqinlarimizdan ko'ra begonadan eshitgan gapimiz ta'siri kuchliroq bo'ladi. Shu narsani qo'llamoqchi bo'ldim-da, mayli dedim. Mayli deb chaqirdim, u bolani olib kelishdi va onalari aytibdilarki, otalari 3 oygina arab tilini o'qisang, men senga iPhone olib beraman deganlar. Ana endi u bola maqsadi faqatgina 3 oy arab tilini o'qish. 3 oydan keyin u iPhone ni talab qilib oladi. Agar u iPhone ni olib bermasalar, yolg'onchiga chiqadilar. Keyingi safar hech narsaga gaplari o'tmaydi. Agar u iPhone ni olib bersalar, bu bola boshqa o'qimaydi. Yoki keyingi motivatsiyani bundan ham yuqorirog'ini, bundan ham kattarog'ini talab qiladi. Shunda iPhone dan keyingisi nima bo'lyapti? Mototsiklmi, mashinami? Xatolarni ko'rib chiqdik, endi bunga yechimlarni ko'rib chiqsak, birinchisi muhitning yaratilishi. Uyingizda farzandingizni qaysi tilga berganingizdan qat'iy nazar, albatta ular uchun muhit yaratib qo'ying. Keyingisi qisqa roliklar hamda gadjetlar bilan bolalaringiz ishlayotganda nazoratga olishingiz kerak bo'ladi. Masalan, bizning mudarris akademiyamizda ham o'quvchilar darsga kirib ketayotganda gadjetlari, ya'ni telefonlarini qutiga solib, keyin kirib ketishadi. Nima uchun deydigan bo'lsangiz, xayollarini joyiga qo'yib, bemalol darsda o'tirishlari uchun. Shu sababli farzandingizni ham diqqatini jamlamoqchi bo'lsangiz, gadjetlarni cheklashingizni iltimos qilamiz. Keyingi tavsiyamiz, farzandingiz bilan darslarni birgalikda takrorlang. O'zingizga ham foyda, farzandingizga ham foyda bo'ladi. Keyingisi, farzandingizga to'g'ri motivatsiya berish. Motivatsiya berganda albatta kattaroq maqsad qo'ydirib, keyin u narsaga erishganda unchalik katta bo'lmagan sovg'alar bilan motivatsiya bering. Misol uchun, tilga kirgandan keyin har xil sertifikatlar ola olishsin. Ana undan keyin nimadirga erishsin. Yoki sertifikatda emas, bemalol gaplasha oladigan darajaga chiqqandagina kattaroq motivatsiyalarni, ya'ni kattaroq sovg'alarni ulashishingizni tavsiya qilamiz. Biron bir kasallik kelishidan oldin, uni kasallikni davolagandan ko'ra, menimchalik uni oldini olgan yaxshiroq bo'ladi. Farzandingizni keyinchalik afsuslanmaslik uchun hozirdan ehtiyotlab keling. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta izohlarda o'z fikringizni qoldiring, obuna bo'ling, like bosing va qarindoshlar guruhiga yuborib qo'ying. Yana qanday muammolar sizni qiynayapti? Izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha.